Shu telefon mana shu derazadan shunday otib yuborsam, sinib ketadi-da. Lekin bizga hozir bu kerak, nimaga ko'tarib olgansizlar? Mikrofonimiz qolib ketibsa, endi telefondan foydalanyapmiz. Xo'p, bitta tashqarini ko'rsataylik. Dom tashqi tomonini. Bunaqa joy juda ham kamdan kam topiladi. Bu vokzal va Gagarina hududi bo'lyapti, Parsiz hududi. Oldida detskiy plashatka, mashina qo'yish uchun joy, bolalar va kattalar uchun joylar yetarlicha bor. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Rossiyskiy shokolad sotiladi. Rossiyskiy shokolad juda ham chiroyli do'stlar. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Bunaqasi juda kam bo'ladi. Xo'p, mana bu uyimizning kirish qismi. 3-qavat o'rtada joylashgan 2 xona 3 xonaga aylantirilgan variantni ko'rsataman va uyimizda umumiy sanuzeli. To'liq kafilda, bu hududda suv, gaz, svetdan muammo bo'lmaydi, 24 soat bor. Yangi ta'mirdan chiqqan, hali hech kim yashagani yo'q. Buni bitta ko'rsating-da. Pachka, mana bu salafanlarni mana kim kelsa ham o'zi ichib bo'ladi. U yoqda ham texnikalarimiz salafanda turibdi. Xo'p, bu ko'radigan xonamiz do'stlar, uyimizda mehmonxonasi deb ataladi. Chiroyli qandil, televizor, konditsioner bor, gilamlar 3D deb nomlanar ekan do'stlar. Endi biz uyimizda bolalar yotoqxonasiga o'tamiz. Bu aslida uyimizda eski oshxonasi. Asosiysi bilasizlar, eski domlarda gluxoy xona bo'lmaydi. Hamma xonada deraza bor. Derazalar akvada va mana shunaqa antikvar jaluzi pardalar ham bor. Bu yerda tashqari shunday ko'rinib turadi. Bu manzilimiz Gagarindan shundoq kirganda Parsiz ko'chasining boshida bo'lyapti. Birdaniga oshxonani ham yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Oshxonamiz kompaktni, yangi kirish mashinasi, ulangan, kelasiz, tayyor ishlatasiz. Gaz plita esa pechatda turibdi. Mana bularni olamiz. Mana, hali ishlatilgani yo'q, vichkalar ham yangi oshxona meblari. Xo'p. Spalniyaga o'tamiz, uyimizning yotoqxonasiga. Bugungi uyimiz 2 xona 3 xonaga aylantirilgan holatda bo'lyapti va uyimizda yotoqxonasi mana shunday jihozlar bilan jihozlangan. Spalniya garniturlarini hammasi mavjud. Bu yerdagi deraza domning orqa tomoniga qaraydi. Uyimiz skvoznoy planirovka, trimolar bor. Bu tomonda ham televizor qo'yilgan, marhamat ko'rishingiz mumkin. Devorlarimiz esa yuviladigan yaxshi chiroyli rangdagi aboylardan. Mana shu uyimiz sotilyapti do'stlar. Manzilni yana bir bor tushuntirib o'taman. Samarqand shahar Gagarin hududi, Mo'ljal Parsiz, Bog'dod sitining yonida. 4 qavatli domning 3-qavatida o'rtada joylashgan 55 metr kvadrat deyishda uyda umumiy maydoni narxi esa $53,000. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz, videoga like bosing. Bizni qo'llab-quvvatlashingizdan chiqmasin. Hammaga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin.